1 million rubl mukofotdan so'ng akaning qilgan kutilmagan ishi hamma hayratda. Shifoxonadagi holat va berilayotgan sovg'alarning asl yuzi. Biz siz uchun eng sara kadrlarni bitta videoga jamladim. Biz barcha maxfiy va qiziqarli videolarni bitta qilib to'pladik. Videoning to'liq qismini bitta e'londan keyin boshlaymiz, o'tkazib yubormay. Bu bola Islombek, blogger. U muhtoj oilalarga yordam berib keladi. Ayrim gaplarini tushunmasangiz, o'zim tushuntirib beraman. Bu bolaga Alloh taolodan dardmi? Lekin jigarlar, bu dardni davosi bor ekan jigarlar. Bu bolani Moskvaga olib Hozirda shu bolaning operatsiyasi uchun mablag' to'planmoqda. Jami 300 ming rubl kerak ekan. Ehson pullari 19-martga qadar to'planadi. Bu oyda baxillik qilmang. Ramazondagi ehson jannat kaliti. Bu oyda berilgan 1 so'm ehson boshqa vaqtdagi minglab so'mdan afzalroqdir. Uning aybi nima? Taqdir sinovimi? Yo'q, bu sinov unga emas, aslida bizga, sizu bizning oqibatimizga berilgan sinovdir. Mana shu devorlar tilga kirganda edi. Qancha og'riq va tunlari to'kilgan ko'z yoshlarga guvoh bo'lganini aytib berardi. Murojaat uchun Islombekka aloqaga chiqing. Telegram, WhatsAppdan.